Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomizda siz bilan oyoqning boldir sohasida uchrovchi og'riqlar va ularning sabablarini ko'rib chiqamiz. Boldir sohasida uchrovchi og'riqlarga sabab bo'luvchi kasalliklar orasida birinchi o'rinda boldir mushaklari zo'riqishi, ya'ni kun davomida og'ir mehnat, ko'p miqdorda piyoda yurish, og'ir sport turi bilan shug'ullanish natijasida oyoqning boldir sohasida mushaklar zo'riqadi va og'riqqa sabab bo'ladi. Bunday og'riqlar odatda ikkala boldirda ham uchraydi. Boldir sohasida uchrash og'riqlarga sabab bo'luvchi kasalliklar orasida ikkinchi o'rinda umurtqa pog'onasi bel qismi umurtqalari osteoxondrozi yoki bo'lmasa bel umurtqalararo disk churrasi, ya'ni grijjalar sabab bo'ladi. Bunda ko'pincha umurtqa pog'onasidan chiqadigan chap yoki o'ng tomonlama nervlar siqilishi natijasida ba'zi bir odamlarda chap boldir sohasi, ba'zi bir odamlarda o'ng boldir sohasida og'riq bo'lishi mumkin. Kam holatlarda ikkala boldir sohasida ham og'riq kuzatiladi. Demak, boldir sohasida og'riq kuzatiladigan bemorlar kasallik tashxisini aniqlash uchun albatta umurtqa pog'onasi bel qismini kompyuter tomografiya tekshiruvidan o'tkazish lozim. Uchinchi, boldir sohasiga og'riq beradigan kasalliklardan yana biri bu kuyumich, ya'ni o'tirg'ish nervi yoki bo'lmasa boldir nervlarining yallig'lanishi nevriti hisoblanadi. Ba'zi holatlarda issiq sovuq qilib mana shu o'tirg'ich va boldir nervlari shamollab qo'yilsa ham shunaqa boldir sohasida og'riq kuzatiladi. Odatda o'ng yoki bo'lmasa chap boldir sohasida ham og'riq kuzatiladi. Kam holatlarda ikkala boldir sohasida ham og'riq bo'lishi mumkin. To'rtinchi, surunkali vena qon tomirlaridagi qon tomirlarining surunkali yallig'lanishi yoki bo'lmasa boldir sohasidagi qon tomirlarining varikoz kengayishi. Ba'zi bir bemorlarda boldir sohasidagi vena qon tomirlar surunkali yallig'langan bo'ladi. Bunda og'riqlar asosan ikkala oyoqda ham kuzatiladi. Kam holatlarda bitta oyoqda kuzatilishi mumkin. Vena qon tomirlar holatini baholash uchun tekshiruv usullaridan UZI Doppler yordamida oyoq vena qon tomirlaridagi qon aylanishi va boshqa ko'rsatkichlarini tekshirish zarur hisoblanadi. Beshinchi, boldir sohasidagi og'riqlarga yana bir sabab bo'luvchi kasalliklar guruhi bu boldir sohasidagi suynaklar va bo'g'imlarning revmatologik yallig'lanish kasalliklari hisoblanadi. Ya'ni jarayon boldir sohasidagi suynaklarning ichki qismida kuzatiladi. Bunday holat ko'pincha ikkala oyoq boldir sohasida ham og'riq kuzatiladi. Kam holatlarda bitta boldir og'rishi mumkin. Og'riqlar ko'chuvchi xarakterga yoki chap yoki o'ng oyoq og'rib tortishib turishi mumkin. Bunday bemorlarga tekshiruv vaqtida albatta qon tahlilidagi revmatologik analizlar va albatta revmatolog shifokor tekshiruv talab qilinadi. Oltinchi, og'ir darajali anemiya, ya'ni kamqonliqning og'ir formalarida gemoglobin miqdori 70 gramm taqsimdan litrdan pastga tushib ketsa, nafaqat oyoq sohasidagi suynaklar, balkim tananing boshqa qismidagi shu suynaklar sohasida ham
og'riq kuzatilishi mumkin. Demak, boldir sohasidagi og'rig'i bor bemorlarda albatta gemoglobin, ya'ni kamqonlik darajasini aniqlash kerak. Undan tashqari boshqa vitaminlar, kalsiy, vitamin D miqdorini ham aniqlab qo'yishimiz kerak. Va albatta, boldir sohasiga og'riq beradigan kasalliklar juda ham ko'p, lekin ularning ko'pchiligi kam uchraydi. Misol uchun, turli onkologik kasalliklar, nasliy nerv mushak kasalliklari va boshqa turli-tuman kasalliklarda ham oyoqning boldir sohasida og'riqlar kuzatilishi mumkin. Bu kasalliklar juda kam uchraganligi sababli, albatta, uzoq muddat davomida to'g'ri tashxis qo'yish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bugungi videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.